O yaqinlarim, assalomu alaykum. Tuzimizlar, sog' salomatmisizlar? Xudo xohlasa bugun yana 7 ta mashinamizga furgon o'rnatib berdik. Men sizlarga bu furgonlarimizni akalarim obzor qilib beraman va video oxirida narxini aytib o'taman. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlavorasizlar. Unda obzorni boshlaymiz. Xo'p, akalarim, bu birinchi mashinamiz. Bunga qilib bergan ishlarimiz, korona o'rnatganmiz. 150 ga furgon o'rnatib berganmiz. İki tarafga ikkita sanduqcha, rama uslit qilingan, zadniy dugalari o'rnatilgan. Xo'p, bu furgon haqida ma'lumot berib o'taman. Balandligi 150, qalin alikafondan qilib berganmiz. 21 mikronli qoshlarga bitta ahamiyat qarataverasizlar. Qoshlari 201 markali nержавейка nikel. Bu material keladigan bo'lsak, zanglamaydigan, chirmaydigan eng sifatli material. Xo'p, akalarim, pastiga sanduqcha o'rnatib berganmiz. Bitta ahamiyat qarataverasizlar. Sanduqcha asosan akkumulyator va o'ziga kerakli agnushtel, aptechka, ключ kartlarni solish uchun mo'ljallangan. Sanduqchaga ishlatilgan materiallar bu ham alikafondan 21 mikronli, qoshlari polni 201 markali nержавейка nikel. Eng qizig'i, baxtsiz vaziyatlar bo'lishi mumkin. Mashinani ko'chaga qo'yib ketgan vaqtda sanduqchani uxlatib ketib qolmasligi uchun sizlarni o'ylagan holda qulf kartlarini ham o'rnatib berganmiz. Va laboni ichiga bitta ahamiyat qarataverasizlar. Laboni ichida agnushtel, aptechka shunaqa narsalar qo'yishga umuman joy yo'q. Shuning uchun sanduqchani ichiga bemalol qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, endi ikkinchi tarafini ko'rsataveramiz. Mana, hurmatli obunachilar, ikkinchi tarafdagi sanduqchamiz. Bunga ham bemalol solib qo'ysanglar bo'ladi. Bu ham polni qulf kalitlari bilan. Ko'rishinglar mumkin. Xo'p, orqasiga keladigan bo'lsak, zadniy duga o'rnatib berganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Bu ham polni nержавейка nikel. Bu juda baquvvat, mana. Menga o'xshagan 2-3 ta odamni bemalol ko'taradi. Xo'p, zadniy duga asosiy vazifasi polni nержавейка bo'lgan hisobiga mashinangizni chiroyini ochib beradi va undan tashqari, misol uchun yuk ortgan vaqtingiz, tushirgan vaqtingiz bemalol chiqib tushsangiz bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Xo'p. Bu furgonimiz tepasi nержавейка nikel tarnov o'rnatib berganmiz. Sal kamerani teparoq ko'tarib o'raylik. Mana. Ko'rishinglar mumkin. Qish kuni qor, yomg'ir yog'gan vaqtida mana shu yerdan oqib chiqib ketadi. Xo'p, bu furgonimizga o'rnatgan zamogimiz o'zi qulflanadigan rossiyskiy zamok. Shunday qulf kaltlari bor. Qulflab qo'ysanglar bo'ladi. Undan tashqari eshiklari uchun ilmoqcha. Bu eshikni ushlab turish uchun. Endi ichki qismini ko'ramiz. Yana bir narsa aytib o'tay. Mana bu rezinalar, turetskiy rezina, issiqqa ham, sovuqqa ham chidamli. Ichiga keladigan bo'lsak, polni alikafon qilib berganmiz. Ahamiyat qarataverasizlar, burchaklarga eng sifatli germetikalar ishlatilgan. Xo'p, akalarim, bu furgonimizni tashqi qismi ham, ichki qismi ham polni alikafon. Bitta joyiga ahamiyat qarataverasizlar, biror joyda uloq joyi yo'q. Bestik. Alikafon splashnoy tushgan, ulama joyi yo'q. Xo'p, yana bir narsa aytib o'taman. Tashqari tarafini qanaqa karcher bilan yuvsangiz, ichini ham xuddi shunaqa top-toza karcher bilan yuvib tashsangiz bo'ladi. Va undan tashqari, poliga bitta ahamiyat qarataverasizlar. Polni splashnoy glansiviy otsinkovka 1-2lik list. Va yonlarini 10 sm dan ko'tarib berganmiz, vanna qilib tagiga hech qanaqa suv o'tib ketib qolmaydi. Va tungi yoritgich. Mana, ko'rishinglar mumkin. Kechqurun yuk ortgan, yuk tushirgan vaqtda shunday yoqsiz ichini yoriq qilib beradi. Xo'p, endi eng qiziq joyi bu furgonimizning narxi, qilingan ishlari, zadniy duga o'rnatib berganmiz. Ikki tarafiga ikkita sanduqcha, rama uslit qilingan, zamoklar yevro akalarim, korona o'rnatilgan. Bu furgonimiz narxi 14 million 800 ming so'mga tayyor bo'lgan. O'zingizlar kommentariyada fikringizni yozib qoldirib ketasizlar. Endi ikkinchisiga o'tamiz. Bu 140 lik variant, balandligi 140. Xo'p, bunga qilingan ishlar zadniy duga o'rnatilgan, ikki tarafiga ikkita chiroyli sanduqchalarni o'rnatib berganmiz. Bitta ahamiyat qarataverasizlar. Xo'p, yana bir narsa aytib o'taman. Furgon bilan mashinani ulashgan joyi. Mana. O'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Juda sifatli chiqqan. Xo'p, endi bu o'rnatib bergan furgonimizni narxiga keladigan bo'lsak, zadniy duga ikkita sanduqchasi bilan 13 million 100 ming so'mga tayyor bo'lgan mana shu furgonimiz. O'zingizlar bu haqda ham xolis fikringizni yozib qoldirib ketasizlar. Bu ham shu ikkita sanduq, zadniy duga, zamoklar o'zi qulf, mana qulf kaltlari bo'ladi. Buni ham ichkari tarafi ham, tashqari tarafi ham splashnoy alikafon. Ko'rishinglar mumkin. Xo'p, keyingi mashinalarimiz
Bular tentli variantlar ikkita. Ko'rib turganinglardek. Bu bortdan tepasi 120, bort bilan 140 bo'ladi akalar. Xo'p. Ichiga bitta ahamiyat qarab turasizlar. Profillar juda zid joylashgan. 4x4 va 4x2 profillardan chiroyli qilib yasab berganmiz va orqasini damazlikda ochiladigan qilib berganmiz. O'zingizlar bitta ahamiyat qarab turasizlar. Xo'p, nasos silindrlar o'rnatilgan. Xohlovchilarga bir tarafga ochiladigan qilib beramiz. Xohlovchilarga mana profildan ikki tarafga ochiladigan qilib beramiz. Xohlovchilarga mana bunaqa furgonli variant qilib beramiz orqasini, uni narxini kelishaveramiz, aloqaga chiqsangizlar. Xo'p, akalarim polni tunuka qoplab berganmiz. Qaranglar. 1.2lik otsinkovka Matvik koreyskiy list. Splashnoy bistek, pollari ham uloq joyi yo'q. Xo'p, tunuka qoplanish asosiy sabablari mashinangizni pol bortlarini zaynashini, chirishini oldini oladi. Undan tashqari og'ir yuk ortgan vaqtingiz pollar hech qanaqa valna bo'lib ketmaydi. Yo qo'y mol ortaman desangiz mana orqasiga ahamiyat qarab turasizlar. Tunuka qoplangan, hech qanaqa bu salon qismiga ham zarar yetmaydi. Xo'p, endi yana bir narsa aytib o'taman. Materialga keladigan bo'lsak, bu Turetskiy 700 grammlik tent. Choklari ham juda chiroyli chiqqan. O'zingizlar bitta ahamiyat qarab turasizlar. Xo'p, bu tentimiz asosan qishloq xo'jalik mahsulotlari, qo'y, mol tashib ketsangizlar ham bo'ladi. Qisqasi universal. Ikkalasi bir xil. Endi narxiga keladigan bo'lsak, tentimiz 3,5 million so'm. Mana shundan bortning tepasi, apshifga alohida 3,5 million so'm. Agar orqa eshigi bo'lmasa, 500 ming arzon bilan 3 millionga mana shu tent chiqadi. Xohlovchilarga bizda yig'ma tentimiz bor. Yig'ma tentimiz ham narxi 3 million so'm. Xo'p, apshifga keladigan bo'lsak, bu alohida 1 million 700 ming so'm tunuka qoplab berish. Jami hisobda bu mashinamiz 5 million 200 ming so'mga tayyor bo'lgan. Undan tashqari sanduqcha, duga o'rnataman desangizlar, ular alohida hisoblanadi. Ularni ham misol uchun kelsangizlar qo'yib beraveramiz. Tent o'rnatgan bo'lsangiz ham, furgon o'rnatgan bo'lsangiz ham alohida sanduqcha, dugalarni, koronalarni qo'yib beramiz. Xo'p, bu yoqda yana mashinalarimiz bor. Ko'rib turganinglardek, bular hammasi bir xil. Bu ikkalasi bir xil, bu bilan bu bir xil. Narxi ham shu 14 million 900 ming so'm. Uni narxi 13 million 100 ming so'm akalarim. Xo'p, kimga shunaqa furgon o'rnatish xizmatlari kerak bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Bizning manzilimiz Samarqand shahrida va bizning korxonamiz 20 yillik ish tajribasiga ega. Akalarim, kimga shunaqa furgon, xolodilnik furgon, bortli tent, tunuka qoplash xizmatlari kerak bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Avtofurgonsiz to'g'ri tanlov. Sog', salomat bo'ling.